Hozir adamni telefon qilib chaqirdim. Adabda joyga borib kelaylik desam, qayerga deydi. Borganda bilasiz, ish bor dedim. Shunda gaplashib kelaylik dedim. O'zlari ham bilmaydilar. Xudo xolasa hozir borganda birgalikda sizlar bilan ko'ramiz. Surpriz deb javob qilish niyatim yo'q. Shunchaki bilib olasizlar, qiziqroq bo'lar degan umiddaman. Shuning uchun sizlarga ham ilindim. Ustoz yo'llarga olib keldi adamni. Ustoz endi sizga topshirdim. Assalomu alaykum. Bu ko'pchilikka sir emas, armon bo'lib qolgan tuyg'ulardan bittasi. O'g'il otani olib kelish. Men hech ham otamni ko'ndira olmaganman. Vaqtim ham bo'lmagan, vaqti g'animat ekan. Juda savobli ish. Xudo xolasa men qorinlar yo'qda ham keluvlar o'rtog'iga o'xshab qolganda ham video qilaman. Aka-uka bo'laydi. Albatta. Qo'ying sog' bo'lsin. Skitches do'koniga skitka tugaganda kelib qoldik. Hozir krossovka tanlaymiz. Hammasi ham kelib ko'rinchi. Mana shu ekan. Mana shu yumshoq. Ayol charchatmaydi qancha ko'p yursa ham. Bundan ko'rilgan ana ham ancha yumshoqroq. Hop. Tres komplekt. Tapichka. Hop. Ryukzak. Hadi. Bagajga solib tashlaymiz. Salonga qo'ydim. Mana. Skitchersdan krossovka, специальный беговой дорожка uchun. Mana tapichka. Bagaj qo'yamiz-ku. O'rtada yo'lda ko'risham. O'rtada. To'rtta. Ketdi endi otadan duoni oldi, bu yog'iga gelik o'zi keladi. Tak.